Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Eynek programımız hoş geldiniz. Eşyat sizin hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldik. Hammalarına bu sorayma. Azırak közümge üzem bir yarık oğalığımdan bir hastalıktan. Şunu işkep top kaldı mı? İşkep top kaldı yok hakikaten. Program keçip bitip kaldı. Hammalarına bu sorayma. Rahmet. İnşallah Allah gözünüz peygamber sapayt olsun inşallah daim görsün. Programımızı başlaştım burun azar uluk ay uluk günler turvatımız Ramazan ayında bizninki uluk ay uluk Ramazan'da tutkan rozlarımızın kılgan ibadetlerimizin Allah kabul kılışını keyinki rozun inşallah vatanda nasip kılışını dileyimiz. Onda olsa programımızı başlayıp gidelim bakalım. Hoş. Hem yana muş kızık temin bilen başlayımız hazır. Hazır İran'daki boğan vaziyet, bu doğruluk nurgun leksiyalar boptu. Bizim özümüzden köz karşı boyunca bir düşündüysek bu bir aydan kokan ki başka bir aynekten görüp ekşanılan ümit kılımız. Bu uruş nemde mesela İran bilen Amerika bilen İsrail birlikte kirgen boldu. Bazılardaydı mesela bu uruşqa mesela İsrail'e Amerika'nı zorlap ekirdi degandek bo'ladi. Bunun başlanışı qandaroq bo'ldi sizce? Bunun siz özünüzden bir köz qarşını deb bakamsiz aka. Bence bunun başlanışı İran'ınki izcilalda atom bomba yana uranum ilmet atom yasaydıgan. Şunu ayrış üsküllerini toxtatmadı. Onu işiltip, hem de İran'ın özünün halkara deginde biz atom enerjisini, mesela elektrostans kurmakçı, şu arkalık enerji meselesini, tok meselesini hal kılmamız dedi. Amerika atom uranumunu onu saplap, mangan sırı nispeti saplığı yukarılaşkan sırı onun da atom bomba yasığını buludu. Hem de otur şarık bir burundan tartıp çıkın dünya vuruşununkin otur şarık ne? Bir elekteydi o. Şu bir kazan hem de kaçallı olsa bir partlaydı. Şu yerde eğer İran atom bomba işlapla kalsa Saudi mi işleş gerek, Kağalla mı işleş gerek, şunun bilen atom bu bir balayı apetop yağmıraydı. Onun için eğer kontrollüğünün çıkıp gelse, radikal gruplarının kolu düşüp kalsa, o bir insaniyetke balayı apet oluşu ihtimalini ait çok. Şunun için Amerika İran'ın atom bomba ilişini bu teknikaya yetişige, işleşige karşı olup gelgen. Amerika'nın bir yerde Obama'nın devirde bir kelişim buldu. Ama o kelişim Obama hükümetimi özü itiraf kılgan şu vaxtları. Fakat İran'ınki atom bomba teknikaya yetilişini akıga 20-30 yıl sürüvettik. O vakitçi başka mesele hal olsa da. Ama o mesele hal olmadı. O doğruluk sözlüsek çıkıcırak ketip kalımız. Çünkü 30 yarıkның meselesi menimce Palestin meselesi. Palestin meselesi hazır İslam din bilen birleşip gitti. Bunda diye vaxtıda cıhlanın göz karışıda Palestin meselesi İslam'ınki bir parizge okşaş yok kaldı. Yana zemin davası ahirisi itikad davası birleşip gitti. Şunun için bu mesele hal oluşu ait ters. Hal olmaydı. İran'ın bu meselesi hal olmaydı. Şunun için Amerika İran bilen cık söhbetleşti. İran'ın bu hükümeti xuddi Xitayga okşaş, Rusga okşaş, versini tumaydigan, kelişimge amal qilmagan, bunda cık bo'lavergandan keyin Amerika'nın işencisi yok. Ama lekin bu meseleni qanday hal qilishni topolmagan. Şoňlan Trump efendim prezident bo'lgandan keyin bo'libmi Maduro'ni tirik tutup ekilip
Şu arqılıq Venezuela'nın bu meselesini hal qilgandan keyin şuna olan bu asan o'xshaydi deganimda odamda bir muvaffaqiyat bo'lgandan keyin o'shunda bo'ludi deydigan narsa kelish ehtimoli tabiiy hamda har qanday Doğru. shuning bilan Isroiliya bilan birga bir aqli bu masalani hal qilib o'taylik deb o'yladi. Bu yerdagi faraz Amerikaning azroq xato faraz bor. Bu faraz nima deganda İran'ı mı xuddi Ayatullah Xameneyni bu adamni ipleverse ya bu adam yoktu verse bu hakimiyet belkim gulaydı degan manda bir faraz bilan kirdi. Ameliyatda İran'ın mı Xameneyni mi o'ldirdi ve xeyli top xeyli jirt yuqori darajalik amaldorlarni mi yo'qotdi. Ama İran'ın Venezuela'ya o'xshamaydigan ikki yeri var. Birincisi Venezuela'da diktatör itiqad yo'q. Gerçi bular Hristiyan bo'lgan bilan hokimiyatning uli dinning ustiga qurilgan emas. Yana bir xil ideologiyaning ustiga, sotsializm ideologiyasining ustiga qurilgan. Hamma odamga barobarlik, mol dunyoni tang qashlaymiz degan diktatör tuzum, shuar chiroyli ama lekin o xalqqa manfaat akamiganligidan başını tutup kesse qağalları hammasi öz menfaati üçün yürəydi. Ama İran'ınki meselesi de birincisi bu bir itiqad üstüge kurulgan devlet. Şununla İran'ın İslam Republik bu. Hem bu 78. yılı değil mi? 6. yılı mı? 8'i. Bu bana degende siyasi İslam'ın birinci bir devlette hakimiyet tutkunu. Şunun için bu itiqad üstüge kurulgan hakimiyet olgandan keyin bununki beşini yo'qotib etse yani onun keyniga yani ulunu alaydı. Xuddi Taliban'a mı o'xshab qoldi deyman bularninkini. Taliban'dan mı Molla Ömer'ni o'ldirib etse yana birisi Molla Davud chiqdi, Ahmad chiqdi. Çıkıverdi bu Molla degan ustozlar jiq. Onun İran'ın mı bu Ayatullah'ni yo'qotib etse yana bir Ayatullah Qum degan ya şu İran'ın maxsus dinni ulamolar tarbiyalaydigan Şiyeninki. O Qumda minglagan o'quvchilar bor. Balkim necha yuz Ayatullah bor. Bularning ichidan birini o'qitib etse yana birisi chiqdi. Bu birincisi dinning ustiga qurilgan. Shuning uchun bir ikki odamni yo'qotish bilan buni yo'qotgani bo'lmaydi. İkinci tarafi İran necha yilning oldini tartib Amerikaninki hozirgi ba'zi istixborotlar qaraganda Amerikaning sistemasini o'rgangan. O sistem nima deganda decentralization deydi. Yana hokimiyat buyruq sistemasini merkezlashtirish emas, uni chechib etish. Yana Mudofaa ministerligining boshlig'ini ivassa harbiy rayon, diviziya, kor ularning boshlig'i o'z oldiga qo'mondonlik qila oladigan. Masalan, siz bilan meningki boshlig'imiz bir. Amaliy boshlig'imiz ikkimizga nishonni aniqlab berdi. Sen javob bersa, siz savol so'raysiz. Agar Irshad o'lib ketsa, uning o'rniga yana birisi javob beradigan birisi chiqadi. Buni hamma tayinlab qo'ygan. Sizning o'rningizmi shu? Shuning uchun meni yo'qotib etsa, ya sizni yo'qotib etsa, yana bir odam chiqadi. Bu davomlashib mangayverdi. O ikkimizning boshlig'ininki ma chiqsin deyishiga saqlamaydi. Bu sistemni shundoq chechib o'tgan, yana markazsiz. Shuning uchun hozirgacha masalan Tunegin Ali Sanjarini Rajanini uni o'ldirib o'tdi. Ama lekin uning o'rniga yana birisi chiqdi. Umi o'zininki izbosarini nivoq bekitib qo'ygan. Uni saqlamaydi. Uninki Islamic Cumhuriyet Guard deydi, bularninki armiyalari. Bularmi o'xshashlar her bir korps, diviziya, rayon hammasi xarakterlik huquqni tövanga tushirib o'tgan. Shuning uchun
merkezdeki bir işki adamını iyi düşülen bu paylaşıp kalmaydı. Toktap kalmaydı. Hem de şunun için bu uruş uzun devamlaşışı mümkün, ihtimali. Hem de Amerika'nın muşu cihetten bu işki narsida azırak karaz hata olgan. Hem de Amerika'nın ki İran'a uruşunu başladı. Başlaşki maksat birisi abaydigandek atom meselesini hal kılış. İkincisi bir yerde yana Amerika'nın ki uzun gözlügen bir strateji planı. Yana Amerika'nın stratejisi de Xitay düşman. Xitay'ını tosaş için Xitay'ın ki enerjiye menbasını tosaş lazım. Birincisi Venezuela'nı tosadı, özgertti. Hem de İran'ı tosu verse, ikinci Xitay'ın ki en çok Otur şerikten keladigan bu neft menbasi bu mu yok aydı? Şunun için Amerika muşu iki nişan bilen İran'ı eğer özgertip alsa mesela Amerika'nın mayıl yana Venezuela'daki bir hakimiyetini üyeye kuralsa o vaxtda otur şerik bütünlay İsrail'e tapşırıp verip otur şerikni şu İsrail'e baş kalan Araplar bilen birle Amerika'nın ki gepini anlaydıgan, Amerika taraftarı bulduğan bir devletlerge grupsu aylandırıp alsa, Latin Amerika'nı asasen hazır Küba kaldı ama Küba mı hazır az kaldı Amerika'ga çoğundadan sen kendisi deydiğanga. Onu digiz varsa şunu ola mayak mı hatırlayacağım, ayak mı hatırlayacağım buldu. O vaxtları Avrupa bilen cidallerini tügütüp Amerika birleşip onun için Xitay'a ötmek için. Şunun için bu şu iki nişanını gözlep gerçi azırak addi oylap kalgan bolsa mu Amerika bunun uçuştu. Hem de Amerika kaya geldi desek İran'dan hazır havadan müdafiyası bütünlay tügüdü. Veyranı bop oldu. Havadan müdafiye kılanmaydı. Amerika'nın ayrıplarları kudde özünün havasını mangandek, kuşkandek uruş ayrıplarları uçup yürüp atıdı. Onun denkin uzun mesafedeki başkuruluş bombaları yani ballistic continental ballistic missile başkuruluş bombaları uzun mesafelik ya ki kıta arılaydı. Bunlar mı asasen hazır tügep kaldı. Ahırlışı atıdı o. Onun denkin İran'ın yanı bir küçük neresi nimeti degende adamsız uçkıcı. Yani drone deydi o. Bunu Ruslar setpegen, Ruslar Ukrayna can meydanında bunu işletti. Ukrayna'ya karşı. Hem de hazır bu mu asasen yetişemeydiğine halet küçük kaldı. O birinci haftadaki etrafıga İsrail'e keng külemde başkuruluş bomba, şahit, uçku, adamsız uçkuş, bulan evet işte hazır İran onundan kep kaldı. Bugün mu haberde İsrail'e bir netçini Ali Raca'nın öldürüp geldiği için evet ama bir alan bir netçila onun iki etraf Saudi Birleşmiş Halifeliği bulağa evetken o şahit adamsız uçkucu mu nayti çeklik. Amerika'nın ziyan çok. Bir yerde İran'dan hazır geçe bir nerside Amerika'nın osal kuvvetini Hormuz boğuzu. Bu boğuz bir tarihi. Bütün neftinin ki tank aşağı çoğun parakotlar hemmesi şu yerden ötüdü. Hem bir yerden ötüşü için çokum İran'ı bütün paylaş kılış. Hem bütün paylaş kılışka menençe yani bir netçe hatta ay geçişi mümkün. Çünkü o bazı zavutları çeçilangı boğanı ki hemmini tipip hemmini yok buluşka vakit gidiyor. Şunun için İran mı bunu fırsattı payda Ahmet'e bilip Hormuz'unu çeklep onun için Xitay'ın ki parakotunu ötüşki ruhsat kıttı tünügün bu değil mi? Xitay'ın bir parakotu öttü o değil mi? May toşuğan. Xitay'a ipmangan may. Onun için halk pulu bilen hisavat kılıdığan.
yana dollar emas. Endi bu yerdagi masala Amerikaga hozir azroq taskivatga yer nima deganda birsi Saudiya atrofidagi boshqa arab allari hammasininki asliyalarini buzg'unchilik qilyapti. Ayrıldırımlar taqaldi. Neft pishiqlab ishlash zavodlari taqaldi. Eng ajallik yana bir narsa, masalan, Saudiyaninki 60%'de 80%'ga qo'daymi? Suv, ichimlik suv, ta'minot suv. Dengiz suyini tuzsizlantirib ta'minlaydi. Bundan keyin Kuveytningmi, Qatarningmi bir ashu tuzsizlantiradigan suvni shu zavodiga hujum qilib birisini portlatyapti Eronning. Bu chaqaq. Neftni hamda mashina azaydig'ini bo'ladi. Ammo suv ichmay odamlar bu mumkin emas. Shuning bilan hamda agar Eron mushu pitni mushu tarafga nim qilib qolsa, Saudiya bu atrofidagi arab allari balkim Amerikaga besim qildi, urushni to'xtat deb. Chunki suv masalasi o bir cho'ng masala. Ondan keyin bu urushning davomlashishiga ergishib bu neftninki hozir Amerikada mal bahsi, neftning bahsi o'rlab mingyapti. Bu mu hukumatga bir besim bo'lyapti. Chunki yil oxirida Amerikada saylan bor. Mal bahsi o'rlagandan keyin hammadan burunning uchini ko'rdi. Amerikaliklar shuni bilan Trump prezident bizga mal bahsini tushirma degan, ammo hozir yana o'rlab mangdi deb balkim demokratlarga ovoz bersa, o kelar yildan tortib Trump'ninki o planlari hech qaysi amalga oshmaydi. Shuning uchun bu yerda hozir Amerika yengyapti, ammo butunlay emas. Yana nishonga yetamidi. Nishon aslida Amerikaning Xomeyniyni o'ldirayotgandan keyin Eronda qo'zg'olon bo'lib, undan keyin Eron xalqi yangi bir hokimiyatni chiqdi deb o'ylagan. Ammo o'ldirayotgan bilan u bo'lmadi. Xalqmi ko'chaga chiqolmadi. Ham xalq ko'chaga chiqolmasligi sabab bu yerda qisqa aytsam, har qanday bir davlatda madaniyat o'xshamagan vaqtida, bo'libmi e'tiqod ustiga qurilgan davlatlarda ko'pincha umum fuqaro to'an qatlamidagilar shu hokimiyatga bakarak yelinib mangdi. O'tir tabiqidagi ziyolilar erkinlikni jiqaraq talab qildi. Chunki bularning qo'sig'i to'ygandan keyin odam qo'saq to'ygan vaqtida boshqa narsani o'ylaydi. Ma'naviy ruhiy dunyoni izlaydi. Shuning uchun biz kunda televizorda ko'rgan Eronning erkinlik talab qilayotganlari shahar ichidagi ziyolilar, o'tir tabiqidagilar azroq pul topganlar. Bular ko'rinishda televizorda jiq ko'ringan bilan Eronning yer sara u bu yerlarga borsa, ularning soni unchalik emas. Bo'libmi ilqibak taraqqiy qilmagan shaharlarda texmas. Shuningga unda bir keng ko'lamda qo'zg'olon qilib bu hokimiyatni og'dirib o'tish menimcha hozirgacha ko'ranmadik, mencha endi bo'lmaydi. Bugun masalan kurdlarning bir bayonotchisi deyman. So'z qildi. Amerika chunki ularni Eronga hujum qilinglar degan, Eronniki kurdlarni. Kurdlarning bir daisi debdi. Hozir qo'zg'olon ko'tarsak, pilot bilan bizni qirib qo'yadi, milliy qirg'inchilik bo'ladi deydi. Tayyor emas hokimiyat o'g'laydiganga debdi. Ammo saqlasak qanchalik saqlaymiz? Tarix fursat ketib qolishi mumkin. Biz bilanmidik debdi. Bu demak Eronning ichidagi bu ayrim kuchlarmi hozir qaysi vaqtida bo'ladi buni bilmaydi. Endi unda bir sharoit yaratish uchun Amerika askar kirgizish kerak. Askar kirgizadiganга Amerikadami hozir buningga avom xalq uningga tayyor emas. Chunki hammadan Eronninki, Iroqning necha yil urushi va u yerda yuz bergan Afg'onistondagi 20 yillik urush va u yerda qurbon bo'lgan, masalan, tunugin Amerikaning terrorizmga qarshi istixborotning boshlig'i bo'lgan Joe Kurt degan odam istiqbo berdi.
Bu adam 8 ketim chet eldagi urushlar qatnashgan, bağan. Alaylı qismda ishlagan, istixborotda ishlagan, CIA'ga xizmat qilgan, hamma jihatda yetilgan bir adam. Ham Trump prezident o'zi tanlab shu terrorizm qarshi istixborotning 5'i qo'ygan. Bu adam tunugun bayonot e'lon qilib, bu urush xato. Biz bu urushga aslida kirmasligimiz kerakdi deb istibo berdi. Bunun hozirgacha ta'siri cho'ng bo'lib, kengayib menyapti. Shuningga askar kirgizish menimcha tasdiq Amerikaning. Askar kirgizmasa İranning bu urush davomlashib İranni vayrona qilib etib, ammo Amerikami oxirgi maqsadiga yetolmay, yana hokimiyat almashtirgan maqsadiga yetolmay bir xil salasulu bilan yana yerim yo'lda to'xtab qolish ehtimoli cho'ngdak turdi. Ama İranning endi atom texnika yoki boshqarilish bomba texnikada hozirgi saviyasiga kelish uchun balkim yani 10-20 yıl ketadigan saviyaga olib qo'ydi Amerika. Xo'sh. Endi ikkinchi bir savolga kelsak, nihoyat yaxshi o'tirib javob berib berdingiz aka. Endi buning bilan bo'lgan endi hozir Xitoyga bo'lgan ta'siri, ya'ni bu yerda Amerika bu yerda urushib ketib qolgandan keyin Xitoy bu yerda yayrab ketib qolgandek bir ahvol bor. Uning keyin ba'zi bayonotlar deydi, masalan Amerika Asiyo tarafdagi, masalan Koreyadagi yoki ba'zi davlatdagi mudofaa sistemlarini ekilib, bombalarni ekilib ishlatyapti bu yerda. Amerikaning kuchi qo'rg'anlik uchun. Bu yerda Tayvanga bo'lgan qo'g'dash nimasi tövellab ketdi. Shundan bu fursatdan foydalanib Xitoy Tayvanni yo'qolaydi degandek bunda ko'z qarashdan bor yoki boshqa bir ta'sirlar bo'lishi mumkin. Shuni bir atrofli tushuntirib beramiz. Hakikaten Amerika bu urushdan keyin bir cho'chidi, bir o'zini silkidi desak ham bo'ladi. Chunki Amerika mening bilishimcha xabarlardan foydalanib hozir mushu Iran urushiga amali yo'q Koreyadagi, ya'ni Janubiy Koreyadagi ba'zi qurollarni mudofaa, masalan shu ballistik bombaning boshqarilgan uzun masofa atlash boshqarilgan bombalarni to'saydigan qarshi turadigan qurollarni Janubiy Koreyadan, Yaponiyadan, yani boshqa yerlardan ekyapti. Tayvanga beradigan qurollar Ukraina urushidan keyin zaten kechikib qolgan. Vaqtida Tayvanga berilmagan. Bunda bir sharoitda Amerika demak Qoral bu acizlab qolganligidan emas. Amerika urush qilmasa zavodlarga jiq keng ko'lamda order berolmaydi. Yana mal zakaz qilolmaydi qurollarni. Zakaz qilsa unaga pul ketadi. O zakaz qilib o qurolni ishlatirgan ya bo'lish kerak. Keng ko'lamda urush xeyli bo'lib qoldi. Amerikada bo'lmagandan keyin bu boshqarilgan bomba, uning mudofaa hammasini shu setib olgan davlatlarga ishlab Amerika o'zi oz sonda saqlab qolgan, zapas qo'yib qo'ygan. Shuning uchun manda vaqtida bu birdamda tugab ketgan. Hozirgi zamon urushida masalan shu Shahid degan uçuşsuz aeroplan nayte azan Amerika'nın bazı kuralları seliştiğen. Şunun olanla aşının birisini düşürüyor için bazıda bir başkuruluş bomba gerek. Ama o başkuruluş bombanın kıymeti belki şu Şahid adamsız aeroplandan netçe azsa kıymet. Şunun için bir yerde bu mesele Amerika'nı bir silkidi desek boludu. Amerika tuyuvatıdı. Xitay mı bunu görüvatıdı? Ama Xitay menimce bir yıl ahırıgacha Tayvan'a hücum qilgandek tayyorligi kutmaydi. Hozir harbiy amaldorlarni hamda qaytadan ratlayapti. Harbiy amaldorlari hammasi o'rniga kelib yoki chiqalaydiganlari kelib bo'lgacha 5-6 ay oldu, 8-9 ay oldu. 10. aydan 11. aygacha endi bir yaxshi vaqt.
Tayvanga hujum qildigan men ko'rgan materiallarda dengiz bir qadar tinch bo'ladi ekan. Ammo lekin u vaqtgacha mencha Xitoyning tayyorligi tutmaydi hozir harbiy amaldorlari. Shuning uchun kelarjili xatarlik. Ammo kelarjiligicha Amerika o'zini o'ngishib oladi deb o'ylayman. Shuning uchun Xitoyning bu sakrab ketishi, aldirab ketishi shuningda masalan Xitoy hamma cho'chiyotdi. Nima degan vaqtida agar biz Xitoyning harbiy mutaxassislarininki mushu Iran urushining oldidagi bayonlarini ko'radigan bo'lsak, Amerika Ironga kirolmaydi, hujum qilolmaydi, popozi qiladi, qilib qolsa Amerika cho'ng ziyonga uchraydi, u bu degan. Amerika kirdi havodan ham Iranni nihoyatda cho'ng palash ahvoliga tushirib qo'ydi. Hamda amaldorlarni birdan yo'qotyapti. Demak, bu yerda Amerikaning Isroil bilan birlashgan bu texnikasi nihoyatda yuqori. Hamda masalan Ali Larijanininki qanday bu odamni qayerligini bilib, shuni bombani shu yerga yetkazish, bu texnika hozir ba'zilar deydi telefoni balkim deydi. Ba'zilari uzukini almashtirib uzugini bakan deydi. Nishon ko'rsatib beradigan. Hem her xil ehtimali bor, ammo buni hech qaysimiz uqmaymiz demaydi. Demak, bu yerda shunday yuqori fan texnika bor. Bu Xitoyning mayli Xi Jinping, mayli qaysini hammani qo'rqitdi. Uningdan boshqa Ironga bergan Xitoyningki ovozdan tez suratlik, ya'ni precision super hyper deydi. Misal deydi. Ovozdan tez nishonga tegadigan har xil boshqurilish bombalarni Xitoy bergan. Ularmi hech qanday unum bermadi. Hozirgacha Amerikaning shikoyat bilan tushib ketdi. O Kuveytning atgan uqmay xato to'nib kelib atgan bombasi so'ylab shikoyat bilan tushib ketdi. Ondan keyin bir aeroplan mayqachilash tushib ketdi. Iran tarafdan bir Amerikaning aeroplanini tushirolmadi. Demak, Xitoyningki bergan boshqurilish bombalari onchilik Amerikaningki qo'raliga yanala tang kelamaydi. Shuningga Xitoy og'zidan gez jurnallarda po'atgan bilan o'zi amaliy jihatdan ichidan andishda. Shuning uchun ular buni tadqiq qildi meningcha. Xitoy odamlari bor hozir Ironda. Masalan, bugun ko'rdim Xitoyning muxbirlari Irondagi. Bular har xil tadqiq qilib bu urushni qaytadan o'zining agar Tayvanga hujum qilib qolsa qanday qilish to'g'riliq buni tadqiq qilib plan tuzab u bu qilib qo'yguchimi menimcha 1 yil ketadi. Shuningga Xitoy ko'ranglisin, andishqison mayli 1 yil Tayvanga hujum qilolmaydi. Xo'sh. Tushundim. Eng oxirgi bir qisqa bir savol endi. Abayqi gaplaringizdan oldingi savolingiz bir yig'inchoq deb aytsak, endi Amerikaniki bu yerdagi Koreyadagi yoki nimadagi, masalan, Osiyodagi bombalarni atom yoki boshqarilgan bombalarni akilishining sababi faqat buningki yetarli ishlab chiqarmasligidan kelib chiqqan deb dedik hamda. Keyin buni yana ishlasa ishlab chiqara oladi. Bu yerdagi Amerikaning ojizligi pasif holda tushib qolishi faqat o'ziga yetarli holatda ko'plagan bombalarni, masalan, boshqarilgan bombalarni ishlamaslik deb qildi. Endi oxirida qisqa bir savol. Agar navoda shundoq Ironning beshig'iga kelgandek bir senaryo Xitoyning beshig'iga kelib qolsa, masalan, deylikki, bu yerda Xi Jinping qasdansa deydi. O'tganda nimaning Jongnaxayninki nimadan xaritadan topilgan o'rinni o'chirib ketgan, shundoq chiqarib o'tgan tufayli nimada. Agarda shundoq bir senaryo bo'lib qolsa, Xitoyda bunda qandayroq bir narsa bo'lishi mumkin? O'xshash bo'ldi Ironningkidek. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Amerikaga bevosita shiltin atmaydi. Tayvanga hujum qiladi. Tayvanga hujum qilib qolsa, Amerika
bolup mu Tinch Okean'daki baş kumandanlığı Indo-Pacific Command'daydı. O Tinch Okean baş kumandanlığı. Şu kumandanlığınınki Amerika mı? Adayman degandek İran'ınkidek İran Amerika'nın ögengen decentralization yani merkezsizlendiriş armiyani texmi. Şunun için şu Tinch Okean'daki baş kumandanlığı özelliğe buyruk düşürüp mençe aldı bilen Beijing'e hücum kılıdı. Yani ulamı Xi Jinping'in nerligini tepip yaki bülüdü. Şu Xi Jinping bayağı hücum kılıp onu yoktuşka tırışıdı. Hem de Xitay'ınki bilimiz. Ama Venezuela'ya okşaş. Yani yağan ideolojiyanın üstüge kurulgan bir devlet. Xi Jinping özünün Marksizmi obadaydı ama hemimiz bilimiz. Xitay'ın hiç kimi ama Marksizmi işlenmeydi. Belki Xi Jinping işlenişi mümkün ama halkı ziyalileri işlenmeydi. Şunun eğer Xi Jinping'le ya ki onun etrafındaki bir neçe önemli yoktu aslında bu hakimiyet olaydı. Onun için her bir ülkeleri ayrıldı. O vakti de biz Şarkı Türkistan, Tibet, hatta ki Hong Kong, Mongolia, Janubi Mongolia hemmesi müstakillik ilan kılış mümkün. Biz elbette ilan kılımız. Şunun olan birge bu yerde Xitay'ınki bu imperiye uğuluş ihtimali nayt çoğun. Bu bir ümit. Ama onun uğulaydı da hoşallık ulan uğulap otarsak bulmaydı. Roz Ramazan'da Allah'ın tileyimiz ama lakin ameliyat mı buluş gerek. Sebep kısan sevette su tohtaydı deydi. Şu sevet su tohtuş için amel kılış lazım. Şununla dünya vaziyetini küstüş. Eğer aşında bir uğraş olup kalsa bizge mu fırsat geldi. Amerika menança muşu İran'da hem de Venezuela'da işletken muşu teknika bulup mu beşini yoktuş bu teknikini uğraş taktikini %100 işildi. Onun için belki Şanghay hatta ki Çangyang'ın üstündeki su ambarı var. Şu ambarını bir parıltıverse Çangyang'ın töven yakın hemmeye derya gaylındı. Çoğun ziyan buludu. Şunun için bu bir Xitay için bir balayı afet oldu. Köpten köp rahmet. Diginіңіздek әмде Xitay hakikaten tarixten beri devletninki padişah ölüp kesse yoki nima kesse pajilinish qalqa hozir holat turgan. Shu bularning bir nimasi masalan urushqoq beyliklar davri bo'lsin yoki keyingi Xan sulolasidan keyingi davrlar bo'lsin har vaqt pajilnishga tayyorlanmadi. Şuňa bu bir ümit dep qaraymiz. Köpden köp rahmat aka vaqtınızı ajırtıp gözünüzden ağrıp ketişi qaramay bizge qimmatli fikirlerinizden ağrıp geldiğiniz için. Hammalar köpden köp rahmat qarindoshlar. Aldığımızda hem de rozet görüşenmesligimiz mümkün. Şuňa kilovatgan rozetinlarni şundaqla Nuruz bayramyny tebrikleymiz. Şunun bilen birlikde hem de dünyanın aýak başlaýlarda Nuruz faaliýeti bilen Qurban etiliş faaliýetini birlikde kıladydy. Şununla bir wagt çykyryp gatnaşyp berişiňlarni töwençiklem soraýmys. Köpden köp rahmet. Rahmet. Keler ketem program görüşü aman bolunlar. Allah emanet.